Ladies and gentlemen, welcome to another English. Va bugun biz sizlar bilan present perfect zamoni haqida gaplashamiz. Ko'p o'quvchilar present perfect zamoni juda ham qiyin, umuman tushunmayman, shu zamon haqida gap ketsa miyamda majlis boshlanadi deb aytishadi. To'g'ri, bu zamon qisman qiyin bo'lishi mumkin, sababi verb 3, ya'ni fe'lning 3-shakli qo'llaniladi. Lekin bu videodan keyin siz fe'lning 3-shaklini oson yodlashni o'rganasiz va present perfect zamonida perfect bo'lasiz. Keling, ko'p vaqtni cho'zmasdan, present perfect bu aslida nima, u qanaqa zamon, qanaqa vaqtda ishlatiladi va nima uchun aynan u perfect deb atalgan, mana shuni bilib oladigan bo'lsak. Demak, present perfect bu o'tmishda biror bir ish harakati sodir bo'lishi boshlangan, vaqti noma'lum, lekin natijasi doimo muhim bo'ladigan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Va nega perfect degan savolga mana shu yerda javob topishimiz mumkin. Biror bir ish harakatda natija muhimmi? Demak, u perfect bo'ladi. Demak, u ajoyib zamon hisoblanadi. Ish harakatda natija nima degani? Keling, mana shu haqida batafsil misollar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak. Tasavvur qiling, men Samarqandga bordim. Yaqindagina borib keldim. Men qachon bo'lganini, qachon borganligimni aytmayapman, balki o'sha ish harakatda tugatganligim, ya'ni Samarqandda bo'lganligim haqida gapiryapman. Bu holatda present perfect zamonini qo'llayman. Misol uchun, I have visited Samarkand. Samarqandga borib keldim. Bu natija. Yoki bo'lmasam, ovqatimni yeb oldim. I have eaten my dinner or my lunch deb aytishim mumkin ekan. Ya'ni men kecha yedim demayapman, yoki 2 soat oldin yeb tugatdim demayapman, balki aynan tugatganligim, ya'ni hozir idishda ovqat yo'qligi haqida gapiryapman. Biz present perfect zamonini asosan ikkita narsa uchun ishlatamiz. Lekin ikkalasida ham natija, ya'ni rezultat muhim bo'ladi. Birinchisi bu o'tmishda sodir bo'lgan, lekin yaqindagina tugagan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Misol uchun, yaqindagina yoki hozirgina dars qilishni tugatdim deydigan bo'lsam, I have finished my homework recently yoki I have just finished my homework tarzida ishlatar ekanman. Ikkinchisi bu o'tmishda sodir bo'lishni boshlagan, lekin haligacha davom etib kelayotgan ish harakatlari uchun ishlataman. Misol uchun, I have worked as a teacher for 4 years. Ya'ni men o'qituvchi bo'lib 4 yildan beri ishlab kelyapman deb aytar ekanman. Demak, sizlar bilan shu vaqtgacha present perfect aslida nima va qanday turlari bor, ana shularni ko'rib chiqdik. Keling endi sizlar bilan gapning formulasini bilib oladigan bo'lsak. Present perfectda asosiy formula bu subject plus have has plus verb 3 or ed. Subject nimaligini biz hammamiz yaxshi bilamiz. Ya'ni bu pronounlar, ya'ni I, you, we, they, he, she, itlar yokida ismlar qo'llaniladi. Have has esa gapimizda yurak vazifasini bajaradi. Ya'ni gapimiz mana shu bilan urib turadi. Agarda siz have hasni qo'llamadingizmi, demak gapingiz jonsiz qoldi degani. Have ni I, you, we, they va ko'plikdagi otlar uchun ishlatsam, hasni he, she, it va birlikdagi otlar uchun ishlatar ekanman. Ya'ni I have eaten, she has eaten sifatida qo'llar ekanman. Va verb 3'imiz esa irregular verbs listdagi o'sha fe'llarni o'zgargan shakli yokida o'zgarmaydigan, ya'ni regular verbslar uchun esa ed ni qo'shar ekanman. So, keling endi va'da qilingandek irregular verbs yodlashning 3 ta oson va qiziqarli metodini o'rgataman. Birinchisi, bu video ostidagi havolaga bosasiz va Wordwall degan saytga o'tasiz. Bu yerda siz irregular verbslarni qiziqarli moslashtirish o'yini bilan, test usulidagi o'yinlar va har xil boshqa turdagi o'yinlar, gamelar orqali tezroq va osonroq o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi usuli bu physical activity hisoblanadi. Ya'ni irregular verbsning birinchi shakli boshingizda qo'yiladi qo'lingiz, ikkinchi shaklida yelkangizga, ya'ni o'zgarsa ikkinchi shakli yelkangizga qo'lingizni qo'yasiz va uchinchi shakli ham boshqacha o'zgarsa tizzangizga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun be, ya'ni bo'lmoq degan fe'lni olaylik. Be birinchi shakli, ikkinchi shakli was were ga o'zgaryapti va uchinchi shakli being sifatida o'zgarganligi uchun bosh, yelka va tizza mashqi bajariladi. Endi esa come, ya'ni kelmoq degan fe'lni oladigan bo'lsak.
Come birinchi shakli qoldi. Ikkinchi shakli came o'zgardi. Ya'ni come came bo'lib o'zgardi. Shakli o'zgaryapti yelkaga va yana come deydigan bo'lsak, tizzaga tushmaymiz. Chunki u umuman boshqacha, birinchi va ikkinchi shaklidan boshqacha bo'lib o'zgarmadi. U yana boshga chiqadi. Ya'ni come, came, come. Yokida o'z holatida qoladigan, lekin irregular listsda bo'lgan fe'l bu put, ya'ni qo'ymoq. Put fe'li umuman o'zgarmaydi. Ya'ni put. Va bu holatda men qo'limni hammasi boshimda qoladi. Ya'ni put. Uchinchi usul, bu do'stlaringiz bilan o'ynasangiz yanada qiziqarliroq bo'ladigan usullardan biri bu Uno kartalari. Uno kartalarini qoidasini saqlab qolgan holatda o'ynashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun menda grow degan fe'l tushdi. Grow degan fe'lni tashiyman va grow deb aytishim kerak bo'ladi. Agar ayta olmasam, bu yerda turgan hamma kartalarni ko'tarishim kerak. Yokida run, ya'ni yugurmoq fe'li. Agarda ayta olsam davom etadi. Agar ayta olmasam, pastda turgan, ya'ni yerda turgan hamma kartalarni ko'tarishim kerak bo'ladi. Bu do'stlaringiz bilan o'ynashda juda ham qo'l keladigan o'yin hisoblanadi. So, endi time markerlari, ya'ni signal so'zlari bilan davom etadigan bo'lsak. Demak, asosiy signal so'zlari bu yet, just va already so'zlari hisoblanadi. Birinchi bo'lib yetdan boshlaydigan bo'lsak. Yet bu biror bir ish harakatni hali ham tugatmadingmi degan ma'noda ishlatilar ekan. Ya'ni negativ va question gaplarda. Misol uchun, have you finished your work yet? Ya'ni ishing tugatdingmi? Yo'q, hali tugatmadim desam, no, I haven't finished my work yet deb aytar ekanman. Keyingi signal so'zimiz bu just. Just hozirgina degan ma'noda pozitiv gaplarda keladi. Misol uchun, mehmonlar hozirgina ketishuvdi-ya, adam hozirgina kelgandilar-ya, yoki svet hozirgina o'chdi-ya deydigan bo'lsam, men just so'zini qo'llar ekanman, ya'ni signal so'zini qo'llar ekanman. Misol uchun, the light has just turned off yokida the guests have just gone degan ma'noda qo'llar ekanman. Va oxirgisi bu already. Already ancha bo'ldi degan ma'noda pozitiv gaplarda qo'llaniladi. Misol uchun, mehmonlarni ketganiga ancha bo'luvdi deydigan bo'lsam, the guests have gone already degan ma'noda qo'llar ekanman. So, natija haqida gapirish uchun present perfect zamonini qo'llashni bilib oldim. Ana endi vaqt haqida gapirish uchun ham present perfectni qo'llasam bo'lar ekan, faqatgina sal boshqacharoq usulda. Va bunda bizga for va since degan ikkita yordamchi aka-ukalar kerak bo'lar ekan. Keling birinchi bo'lib for bilan boshlaydigan bo'lsak. For dan beri degan ma'noda keladi va biror bir ish harakat qancha vaqt davom etganligi haqida gapirmoqchi bo'lsam ishlataman. Misol uchun, maktabda 11 yildan beri o'qiyapman. Ya'ni I have studied at school for 11 years. Qancha vaqt davom etdi? 11 yil vaqt davom etdi. Ya'ni 11 yil maktabda o'qidim. Ana shuni aytyapman. Ana endi xuddi mana shu gapni miyamni ko'p chalg'itmasdan, miyamga nagruzka bermasdan since-ga o'zgartirib qo'yaman. Tasavvur qilamiz, hozirda maktabda o'qiyapman va maktabni boshlaganimda taxminan 2015-yillar bo'lgan. Ya'ni 2015-yildan beri maktabda o'qiyapman desam, mana bunday gap chiqadi. I have studied at school since 2015. Ya'ni maktabda boshlaganim 2015-yil. Demak, yana bir marta qaytarib olaman. For bu biror bir ish harakat qancha vaqt davom etdi? Ana shu narsa haqida gapirmoqchi bo'lsam, since esa qachon boshlandi? Shu narsa haqida gapirmoqchi bo'lsam, ishlatar ekanman. Ana endi keling, ko'pchilik chalg'itadigan zamon bilan farqini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni past simple. Past simple da bizga biror bir ish harakat oldin boshlangan va o'sha vaqtda tugagan va qachon tugaganligini men aytaman. Misol uchun, I finished my work yesterday. Men kecha ishimni tugatdim. Yokida I visited Samarkand 2 years ago. Men Samarqandga 2 yil oldin borganman. Ya'ni ana shu ish harakat 2 yil oldin tugab bo'lgan va hozirda uni natijasi ma'lum emas. Ma'lum, lekin natijasi haqida gapirmayapman. Men ko'proq vaqtga urg'u beryapman. Ya'ni qachon tugadi u ish harakat? Kecha tugadi yoki 2 yil oldin tugadi. Ana shu narsalar haqida aytmoqchi bo'lsam, past simple zamonini qo'llashim kerak bo'lar ekan. Yana bir marta qaytarib olamiz va checklist tuzamiz. Demak, present perfectni biz qo'llaymiz. Natija haqida aytmoqchi bo'lsak, uning ikkita turi bor. Ya'ni
oldin boshlangan va yaqindagina tugagan ish harakat yoki oldin boshlangan lekin hali ham tugamagan ish harakati uchun ishlatar ekanmiz. Formulasi subject plus have has plus verb 3 ed. Signal so'zlari yet, already va just. Keyingisi vaqt haqida aytmoqchi bo'lsak, for va since degan aka-ukalarni yordamga chaqirar ekanmiz va 5-si past simple bilan farqi. Past simple'ni faqatgina qachon tugagan o'sha ish harakat ana shu narsa haqida gapirmoqchi bo'lsam, present perfectni esa natija haqida gapirmoqchi bo'lsam ishlatar ekanman. Grammatikani mana shunday tez va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, Anora English sahifamga obuna bo'lishni unutmang.